Menga qara, mol. Tur o'rningdan. Qarzingni qachon berasan? Ishlab beraman dedim qarzimni. Nima ish qilib berasan? Mana, yur. Mana. Nima bu? Tappi. Tappini yeyman men. Ya buni yemaysiz-ku. Men buni odarib tappi bilan buni uyg'otlab berib jigor ekaman. Jigor o'sada katta bo'ladi. Undan keyin buni bu yoqqa keling. Buzoqni ko'ryapsizmi? Ana shu buzoqqa beramiz jigorini. Undan keyin u semiradi. Katta bo'ladi. Undan keyin buni sotib ikkita olamiz. Ikkitani pulga 4 ta olamiz. 4 tani pulga 8 ta, 8 tani pulga 16 ta ko'rib turibsiz. 16 ta buqqan bo'ladi. 16 ta buqqani sotib Keyinchi? bu yoqqa qarang. Katta makaron sex quraman, makaron sex. Undan keyin makaron ishlab chiqaraman, chet ellarga sotaman, eksport, import qilib tashlayman, tushunyapsizmi? Ana undan keyin katta bir ferma quraman, ferma. Fermaga mana 200 ta buqqan bo'ladi, 200 ta buqqa bilasizmi? 200 ta buqqani undan keyin tappisini shunday yig'amiz. Bilasizmi qancha tappi bo'ladi? Ha? Qancha tappi bo'ladi? Bitta tappini pulidan men pulingizni berib yuboraman, tushundingizmi? Mana mehnat. Necha yil kutaman men yana, ha? Kutmas, 150 yil kutasiz. Ha. 150 yilmi? Qara lekin va'dangda tur, aldasam o'zingdan ko'r. 150 yildan keyin kelaman, tushundingmi? Baytam. Mana o'sha. 45 yil uxlab olay. Hammaga yo'q deyishni o'rganing. Yo'q deyishni o'rganaman. Menga qara, qarzingni berasanmi yo'qmi? Yo'q. Sen mendan olgan qarzingni bermaysanmi, hali? Yo'q. Nimaga bermaysan? Shalla. Erkakmisan desa yo'q dedim, men seni gapingga quloq solib. Yo'q deyishda bas qiling. Endi ha deb javob bering. Endi ha deyman. Hammaga ha. Ha. Dalba yo'qmisiz? Ha. Menga qara. Bu meni uyim. Kecha sen ha deb meni uyimda yuruvdingmi? Ha. Meni uyimdagi pullarni ham sen o'g'irladingmi? Ha. Mashinamning ichidagi barsetkadagi pullarni ham sen o'g'irladingmi? Ha. Hozir men seni 1-2 qilib onangni ketiraman. Alo. Melisami? 30 yildan keyin. Riyati. Motivator bo'lmaysan o'sha onang. Ha deb butun viloyatni o'g'irligini bo'ynimga oldim. 30 yil umrim qamoqqa o'tib ketdi. Qani sana motivator. Siz yetarlicha ha dedingiz. Endi yo'q deng. Endi yo'q deyman. Yo'q. To'g'ri. Sigaret bormi? Yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'sha tepagacha. O'tiring, faqat gapirmasdan ketasiz. Sizga shu bitta fikrimni aytsam uka. Menga bir teng sizni fikringiz. Bu hayot onasinikiga kirib ketdi. Ha? Bu bir normal yashash yo'q. Qachon biz ham bir banan yeymiz, bir kivi yeb, kola ichib yuramiz. Nima? Onasini hayotda? Ha bu hayot. Bu hayot. Bu onasini hayotda. Ey, meni ismim Hayot. Hayot. Qachon siz ne eshitib qilmaysiz? Men bu aytayotganim yo'q, men zamonni aytaman. Zamon bo'lligimi onasi? Zamonni onasini Oq bilat. Ey, meni ukamning ismi Zamon. Dada, sizga hayot bilan zamondan boshqa ism qurganmi, ha? Mana bu yerda bitta maymun banan yeb, hayot zamon deb onasini panohlaydi, cho'kib yotibdi. Ey دخترک چشم سیاه بیمورم منم یک تقیه آه دیلم منم خالم فراموش ha, Sherbuta qayoqqa? Xo'jaga uydan faqat gaz chiqadi. Bu tekshirtiring qani buni? Qayerdan gaz chiqibdi buni? Peshigi bormi? Tekshirtirdim. Gaz baloni teshik. Oha, nima bo'ldi yana? Xo'jaga tekshirtirdim. Gaz balon butun. Tushunyapsizmi? Yorildinga chosh. O'yla rasvo. Let's get it on in this dancery. We got y'all open, now you're Ey odam, Manmi? men xunukmanmi? Yo'q. Men chiroyli emasmanmi? Nima, birov jama birov qashqam bormi? Ish qisqami meni? Nima uchun gap o'tmaysan? Gap ot, erkak bo'lmay o'l. Endi tonimayman, nimaga gap otaman? Men hozir qaytib kelaman. Sen
manga gap otasan, tushundingmi? Ha, o'zi qaytadan o'ting, o'zi gap otaman. 5 minutdan keyin. Ha, yaxshi qiz. O't yesdimi, o't? Nima? Men senga molmanmi o'taysam, molmanmi? Qachon biz ishni o'rganasan, menga qara, o'tonga ahmoqsan. Bir oydan keyin. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, ha. Menga qara, o'y lo'ximboy. Sen menga bir oy oldin gap otdingmi? Men gap otganim yo'q-ku. Bir oydan beri ko'rishib yuribmizmi? Siz majbur qilyapsiz mani? Majburlagan uchun. Bir oydan beri ko'rishib yurgandan keyin o'rtada sevgi bo'ladi. Sevgi bo'lgandan keyin sen menga nimadir sovg'a qilishing kerak. Ko'chada o'tirishim yo'q, nima sovg'a qilaman men sizga? Masalan, mashina. Qayerdan men mashina sovg'a qilaman? Men ishlarsam yo'q. Yurma senga qanaqa. 2 oydan keyin. Voy bilas. Tamam, mana bitta pochkaga bitta mushuk. Endi to'y qilib to'ydan keyin ikkalamiz. Nima? Qanaqa to'y? Mana senga to'y. Menga gap o'tganlaring hali ham yuragimdan chiqqani yo'q. O'zizga. Men nima? Voy, men qiz bo'laman turib senga gap o'tamanmi? Agar yana bir marta gap o'tsang, ustiga beraman. Qoching. O'zing gap o'tdingmi? Assalomu alaykum, taksimi? Taksi Yandex. Короче, men hozir ukam bilan bir joyga boraman. O'g'irlikni qilaman. Hamma narsasini olib mashinangizga joylaymiz. Nima o'g'irligi? Siz meni chegaragacha olib qo'yasiz. Chegaraga borgandan keyin kiyimlarimni yirtib tashlab, meni zo'rladi deb sizga shantaj qilaman. Zo'rlasham? Ha, shantaj qilasiz. Siz esa bir 5-6 yilga o'tirib kelasiz. 5-6 yil ketaman. Qancha bo'ladi? 130 ming. Ya, 110 beraman. Ha, 5-6 yil o'tirishchi. 120. Mayli. Roziman, 120. Ketdikmi? O'tiring. Alyo. Onasi. Men sal kechroq qolaman, bitta ish oldim, bir 5-6 yil qamal keyin kelaman. Ha, normalni qiling, davay. Janjal bo'lmagan xonadonda xayr baraka bo'ladi. Erkak o'rni bo'lgan xonadonda janjal bo'lmaydi, xayr baraka bo'ladi. Tushundingizmi? Men bu narsani juda ko'p marotaba aytaman sizga, lekin siz quloq solmaysiz. Ala. Nima? Ona? Nima qildi? Jonlantirish bo'limi tushibdi. Reanimatsiyaga. O, qaynonachoni. 15 minutdan keyin. Kelib mana onam kasal bo'ladimi? Qaraydi. To'g'ri chapa qilaman. O'zim hurmat qilaman. Battar bo'lgani bilan qo'sh bozor bugun. Maya qarang. Ko'p yig'lamang, hamma jahlim chiqazib, ko'p yig'lamang. Bu bizda merosxo'r nima bo'ladi? Merosxo'rimga bir narsa bo'lib qoladi bunga. Qanaqa merosxo'r? Buda O'zi to'yda ko'chingizdagi tuskagacha mana bergan bo'lsam. o'rnomusimni meros qoldiraman. Money, money, money,